Mana bolachalarim go'shankalarga kuyov bo'lsin. Sharafat bilan kuyov hamma shular rohatlanib ko'rsin. Hammaga to'y qilsin, kelin qilsin deymiz. Amin. Alloh.
asosiy davraga kerak bo'ladi taklif qilsak. Marhamat, to'ylar muborak bo'lsin. To'ylar muborak bo'lsin, keling to'ylarimizni vaqtlaymiz, mutli bo'lsin. Kechamizni qirolichalarini o'rnimizdan tikilgan bo'ladi. To'ylar muborak bo'lsin. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli azizlar, hurmatli xonimlar va janoblar, hurmatli otaxonlar, hurmatli onajonlar,
Qabilaga hasonda bo'lsin, to'ylar muborak bo'lsin. Xonadon sohibi sog'lomlardan barchalarga xush kelibsizlar deymiz. Oqshom va shoh malikalar. Hurmatli kelin-kuyovlarimiz baxtli bo'linglar ilohim. Qo'shiq qilinglar, shirin shakar. Solih va soliha qoriya farzandlarni ota-onalar bo'lishdi. Nasib ro'z eylesin. Hurmatli mehmonlar, hurmatli azizlar, mana eshitayotgan bo'lsanglar, kelin-kuyovlarning sharafiga bir chiroyli qarsak bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kelin-kuyovlar o'tirishlariga ruxsat beramiz. Bemalol taxtirvoridan o'z joylariga kelib o'tirib olishinglar mumkin. Marhamat, bemalol. Kechamizni cho'ydarsni ochib berish maqsadida ustozlarimiz tashrif buyurgan navbatda O'zbekistonning milliy cholg'u asboblari Karnay Surnay sadolariga bersalar, go'zal kuylar bilan ochib bersalar. Marhamat. Salomat bo'lasizlar, to'ylar muborak bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli azizlar, hurmatli xonimlar, hurmatli janoblar, aziz yurtdoshlar, qadr baland qadrdonlarimiz, elimiz g'ururi, oilamiz suri bo'lgan, mana shu kechamiz boshi bo'lgan 100 ga kirsalarda yosh bo'lib, soqollari ko'kslariga tushgan bo'lsalar, bellardan quvvat arimagan hurmatli yoshlar, do'dalarimiz, akalarimiz, ukalarimiz qadamiyligi qasrda bo'lsa, to'ylar muborak bo'lsin. Yuzlaridan nur yog'ilib turgan, tansihatda, pan-nasihatda, nodir g'animatu, piru badalini o'ynagan, bir-biridan go'zal liboslarni, ro'mollarni o'rab tashlab yurgan, bir qo'li bilan dunyoni rozlarni, bir qo'li bilan beshiklarni tebrat olgan, farzandlar qalbiga insoniylik bilan so'ratgan mehribon, duogo'y jannati onalarimiz, opa-singillarimiz, kelin boshlarimiz va maftugonlar va go'zal qizlarimizga barchaga to'ylar muborak bo'lsin, xush kelibsizlar deymiz. Azizlar, bugun mana shunday go'zal muhtasham saroy, Olmazor tantanali zalda sanani ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Bugungi oqshomimiz sababchilari, xonadon sohibi so'qlari, hurmatli Abdujabbor otamni, Sharofatxon onajonimni, bo'lsa Shohruh akamiz, Dildoraxon kelaymiz, Farruh akamiz, Feruzaxon kelayimizni go'zal oqshomlariga, go'zal yozgan dasturxonlariga, bazmi jamshlariga barchalar xush kelibsizlar mehmonlar. Oqshomimiz sababchilari, kechamizni davramizning to'rini gul bo'ltirgan, davramiz to'rida gunohkorsizda, gunohkorona boshiga kelib turgan 2 yosh, qalbi quyosh kelinlarimiz, kuyov to'ramiz albatta Bekzodjon, kelin boshimiz o'g'loyxonlarni bugun visol baxt onlari, nikoh oqshomlari ila siz biz mana shu go'zal xonadonda xizmat qilganmiz. Kelin-kuyovlarimizga uzoq umr, baxt saodat tilaymiz. Ilohim qo'shaq qilsin, baxtli bo'lsin, shirindan shakar, solih va soliha, qoriya farzandlarni ota-onalar bo'lishlik nasib ro'z eylesin. O'g'illarsa bu xonadonda bugun qo'shaloq to'y, ya'ni Abdujabbor otamni, Sharofatxon onajonimni, shirindan shakar navaralari, kechamizni jajji shahzodalari, toybolarimiz Umidjon, Fayozbek, Bilolbeklarni bugun sunnat to'ylari, xatna to'ylari, millat to'ylari ekan. Toybollarimizga ham uzoq umr tilaymiz. Ilohim xalqimizga, yurtimizga naf tegadigan buyuk farzandlardan bo'lsin. Ota-onasiga xizmat qiladigan, vataniga xizmat qiladigan, albatta prezidentiga xizmat qiladigan buyuk farzandlardan bo'lsin. Yillar o'tib inshaalloh shu toybolarimizni nikoh oqshomlarida, mana shunday go'zal muhtasham saroylarda siz va biz qatorimizdan xato o'tmay xizmat qilishlik, diydorlashlik, yuz ko'rishlik barchamizga nasib ro'z eylesin. Chilqirmamizda yoshlarimizni, toybolarimizni tabrik qilamiz. To'ylar muborak bo'lsin. Hurmatli mehmonlar, hurmatli azizlar, oldinga qo'yilgan noz va ne'matlar sizlar uchun muntazir. Bemalol o'zbekona go'zal milliy taomlarimizdan, Yevropa taomlarimizdan bemalol tanov qilib, iste'mol qilib, olib o'tirishlar
o'tkazilgan holda bugungi oqshomni mana eshitayotgan bo'lsanglar yana bir bor agar chiroyli qarsi chalib qo'yinglar hurmatli azizlar, ochiq deb e'lon qilsak. Rahmat, sog' bo'linglar, ko'z siymasin, to'yda muborak bo'lsin. Barchalarga hurmatli mehmonlar, yoqimli ishtiroq tilaymiz. Kechamiz nomda ko'tarinki kayfiyat, go'zal tabassum hamroh bo'lsin. Hurmatli azizlar, hurmatli xonimlar, bugun sizlarni xizmatingdamiz. Qo'limizdan, ovozimizdan, sozimiz, so'zimizdan kelgancha bu kechada faizga faiz qo'shamiz deb o'zlarining go'zal ovozlariga ega, o'zlarining go'zal yo'nalishlariga ega san'atkorlar. Ozmi ko'pmi o'z muxlislariga ega bo'lib, yoshi qarini qalbidagi ko'nglidan bir joy olib kelayotgan Niholi estrada shou guruhida yakkaxon solist xonandasi Botirjon Odiljon kalomlariga nima beramiz? To'ylarga to'ylar bor bo'lsin deymiz. Xonadonlardagi xursandchilik kunlari boshlanishi bor bo'lsin. Kelin-kuyovlarimizdan baxtlilarimiz, baxtli bo'lgan Xudo xohlasa kelgusi yilga mana shunaqangi chiroyli kunlarda, chiroyli damlarda yashil to'ylarga tayyorlashga xizmat qilishga hammaga nasib qilsin deymiz. Bu xonadonga shaxsan xonadonlarga hurmatli yuzasidan tashrif buyurdik. Qo'limizdan kelgancha bu sizlarga xizmat beramiz. Kecha davomida barchaga yoqimli ishlarga yuqori kayfiyat tilaymiz. Yig'ilib o'tirgan akalarimizga ham yoqimli ishlarga yuqori kayfiyat tilaymiz. Hamma hammalarga to'ylar bor bo'lsin. Ko'tarinki kayfiyatda davom etamiz qo'shiqlarimiz bo'yicha. To'ylar bor bo'lsin. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough, I don't ever slow hate this. I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been through hell, never got anyone's help. I had to do it all myself.
hurmatli mehmonlar. Salomat bo'linglar, ko'z tegmasin. O'zbegimni tarsagidan qarsaga yaxshiroq hurmatli mehmonlar. Shunday ekan, qarsini juda ham ko'p so'raymiz. Qarsilarni so'raganda qarsilatib chalib turasizlar. Qarsaga albatta kechamizga o'zgacha fayz qo'shadi. Ko'z tegmasin, to'ylar muborak bo'lsin. Yana bir bora assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, hurmatli azizlar, hurmatli xonimlar va janoblar, hurmatli yaqin va uzoqlardan, shahar va qishloqlardan erinmasdan ataylab, bola chaqalarni yetinglar. To'ylarni olib, cho'ntakka solib, mana shu kechamizga shoshib kelib, ancha yo'lni bosib kelib, nikoh to'yini ko'ray deb, san'atkorni san'atidan bahra olay deb, o'g'liga kelin izlab, qiziga kuyov ko'zlab, o'tirganlar, turganlar, nari-berida yurganlar, mehmonlar rastasiga, tog'a xola ammasiga, xullas kalom ko'p ichida aytganda xonimlar va janoblarga deymiz. Yana bir bora O'zbekiston lutfilar, assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, hurmatli otaxonlar, akajonlar, ukajonlar, mehribon duogo'y onalarimiz, opa-singillarimiz, qadaminglarga xazonda bo'lsin, to'ylar muborak bo'lsin, har doim sog' bo'linglar, bor bo'linglar, hamisha hammabaxt bo'linglar, to'linglar, to'kilmanglar, qatorlardan kam bo'lmanglar ilohim. Boringlarga shukr, yetkazganiga shukr, ko'rsatganiga shukr deymiz ilohim, ko'z tegmasin. Oqshomimiz sababchilari davramizning to'rini gul bo'lib turgan 2 yosh qalbi quyoshgina ko'ramiz. Baxtli bo'linglar ilohim, qo'sha qaranglar. Mana shu go'zal yurtimizning eng go'zal oilalardan bo'linglar. Bir-biringizga bo'lgan sevginglar, muhabbatinglar tillarda doston bo'lib, barchaga ibrat bo'ladigan bir chiroyli, go'zal, namunali oila qurishinglarni chin dildan istab qolamiz hurmatli yoshlarimiz. To'ybalarimiz ham katta yigit bo'lsinlar, har doim sog' bo'lsinlar, doimo yuzlardan kulgu tabassum aramasin. Hurmatli mehmonlar, mana kechamizni birinchi, ikkinchi taomlari ham tortilmoqda ekan dasturxonlarimizga. Barchalarga yoqimli ishtaha tilaymiz. Xayrli oqshom tilagan holda kechamiz davomida ko'taringan kayfiyat, go'zal tabassum barchalarga hamroh bo'lsin hurmatli mehmonlar. Azizlar, diyorimizda ayni vaqtlarimiz 17 dan 50 daqiqa o'tganini ko'rsatmoqda. Ben tabriklar sahifasini ochiq deb e'lon qilsam, albatta bugungi oqshomda hurmatli azizlar, men bir narsani e'lon qilib o'tsam, tabriklarimiz sanalab olingan. Men barcha mehmonlardan uzr so'rayman. Ssenariy bo'yicha ketamiz. Bugun kamroq tabrik bo'ladi, ko'proq o'yin kulgilar bo'ladi. Shundan keyin ming bora uzr so'raymiz. Kimda qalbida, yurakda chiroyli tilaylar bo'lsa, shaxsan xonadon egalariga, bo'lmasa kuyov bolamizni shaxsan o'zlariga tabriklarni, go'zal niyatlarni bildirib o'tasizlar. Biz shaxsan xonadon egalarining ssenariylari bo'yicha chiroyli go'zal tilaylarni boshlasak. Hurmatli xonadon sohibi sohlari, kuyovlarimizni shaxsiy iltimoslariga binoan otalarini, onalarini men davriga chaqirsam. Chunki azizlar, ota-onasini duosini olgan farzand hech qachon kam bo'lmaydi. O'tda yonmaydi, suvda cho'kmaydi. Albatta baxtli bo'lishadi. Shundan hurmatli xonadon egalari, Abdujabbor otam meni eshitayotgan bo'lsalar, Sharofatxon onajonim bilan birgalikda davraga men lutf va samimiyat, hurmat, ehtirom bilan qalbimiz qo'rdan, davramizni to'g'ridan chiroyli joylanganlar, chiroyli ezgu niyatlarni, samimiy tilaklarni barchaning guvohligi oldida aziz farzandlarimni bugungi oqshom bilan, bugungi tantana bilan cho'tarzan tabriklab duo qilib qo'yishlarini iltimos qilardim. Hurmatli Abdujabbor ota, keling, Sharofatxon onajonim, kelinglar onajonlar, xizmatlarda bo'lsanglar, bir paskiniga xizmatlarni tashlab turasizlar. Ba'zan ozgina ovora qilaman endi otajonim, onajonim, chunki ovora qilishga arzigulik bir chiroyli oqshomda chiroyli duolarni, go'zal niyatlarni bildirib o'tmasak edi bo'lmaydi. Nafaqat biz san'atkorlarning havasimiz keldi, tashrif bergan barcha mehmonlar, menimcha bu xonadon sohiblariga havas kelyapti. Shundan har bir tashrif bergan mehmonim, mezbonimizni xonadonda to'y bo'lsin, hurmatli onajonlar, hurmatli otajonlar, o'g'linglar kuyov bo'lsin, qizinglar kelin bo'lsin, sizlar ham xonadonda shunaqa to'ylar bo'lsin, barchamiz xizmat qilaylik ilohim. Abjubaraga keling, otajonim, keling, Sharofatxon onajonim, kelsinlar. Keling onajon, to'ylar muborak bo'lsin, ko'z tegmasin. Har doim sog' bo'linglar. Aka, assalomu alaykum. Onajon, to'ylar muborak bo'lsin. Qizlar safiga qiz qo'shilibdi, onajon, otajon, muborak bo'lsin. Baxt kamolni ko'ring ilohim. Chiroyli tilaklarni, go'zal duolarni, go'zal niyatlarni bildirib o'tasiz. Juda ham havasimiz keldi. Aka, qarang, to'yxona to'lib ketibdi. Hurmatingiz cheksiz. Har doim sog' bo'ling. Har doim hurmatli e'zozda bo'ling. Chiroyli niyatlarni, go'zal duolarni bildirib qo'ysa-da, marhamat. Assalomu alaykum. Akalar, singillar. Ikki farzandimga uzoq umr, baxt saodat, kelgusi yillarda hamisha baxtli bo'ling, baxtli bo'ling. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Rahmat hammangizga kelganlar uchun. Farzandlarimga baxt tilayman. Baxtli bo'lsin. Farixjonim, Shohjonim bolalari imkonli bo'lsin. Ota-onasi rohatli bo'lsin.
Salomat bo'ling aka, ketib qolmaysiz onajonim. Muborak bo'lsin. Azda balandroq qarsi bo'lsa, havasini kelmayaptimi? Ota to'yda muborak bo'lsin. Har doim sog' bo'linglar. Ko'z siymasa, farzandlar baxti kamolini ko'ringlar. O'zi yemay yedirib, o'zi kiymay kiydirib, o'zi ichmay ichirib, tunlar bedor bo'lib, annalari aytib onalarimiz, otalarimiz tunni tungulab, kunni kungulab, halol mehnatlaringlar bizni shu darajaga yetkazgan ota-onalarimiz har doim sog' bo'lsin. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin akajonim. Xudo xolasa umralarga borib, hajlarga borib, hoji ota bo'ling. Onamiz hoji ona bo'lsinlar inshaalloh. Har doim sog' bo'linglar. Otajonim, bugun xizmatingizdamiz. Albatta bugun fursatchilik, bugun go'zal tantana, kechamizni mezbon ijodkori, sohir ovoz sohibi, kulgulari, tilaklari samimiy, qo'shiqlari hamma bor, sahnada hozir javob. Juda ham sevimli ijodkor ukajonimiz Botirjon tashrif berganlar. Botirjon keling. Shu do'stim, sizni oldingizda bir chiroyli go'zal qo'shiqlari bor, chiroyli tilaklari bor. Niyatlarni bildirib qo'ysinlar maqsad. Kecham to'ylar, onajon to'ylar muborak bo'lsin. Yana bir bor assalomu alaykum hurmatli mehmonlar. Bu hamma hayron bo'lib turgan bo'lsanglar, nimaga bu birinchi bo'lib kuyov jumla bilan kelin yangasini chaqirmadi, birinchi bo'lib ota-onasini chaqirib qo'ydi. Hammani xayoliga har xil narsa kiradi. Lekin hozir to'yxonaga kelganda mana Suxandon akamizga ssenariyni men tushuntirayotganimda ham shu narsani aytdim. Aka, otasi bor ekanmi? Bor. Onasi bor ekanmi? Bor. Mani ssenariyimda shunaqa narsa, otasi tirikmi, onasi tirikmi? Birinchi bo'lib, birinchi tabrikka shu insonlarni chaqiramiz. Nimaga bu insonlarni chaqiramiz? Hozir sizlarga shu insonlarni chaqirishimiz sababini 3 minut davomida tushuntirib beraman. Onajon, kuyov bola necha yoshga to'ldi? 26 yoshga. Qarang, kuyov bola 26 yoshga to'lgan bo'lsa, mana shu ikkala inson siz u bizga qorong'u, mana shu ikkala inson ichidan o'tganini o'zi biladi. 26 yosh bo'lsa, 27 yildan beri mana shu ikkala inson kechqurun uyquga yotishidan oldin Xudoga iltijo bilan yuzlanadigan insonlar. Ey Xudoyim, mana shu o'g'limni to'yigacha yetib boramanmi? Mana shu o'g'limni to'yini ko'rarmikanman? Mana shu o'g'limni balandga taxtga o'tirgizib, el yurtga dasturxon yozib, el yurti ichida ko'ksimni mag'rur kelib, mani o'g'lim borda, o'g'limga to'y qilyapman deb, el yurti oldida ko'ksimni mag'rur kelib turarmikanman deb kechqurun uyquga yotishdan oldin Xudoga iltijo qiladigan insonlar. Ertalab uyqudan uyg'onishi bilan ikkala inson ham ishga chopib ketayotganda Xudoga iltijo qiladi. Ey Xudoyim, bugun nimaiki rizq topsam bolamni to'yiga, nimaiki topsam bolamga, nimaiki topsam bolamga. Otajon, onajon, yolg'onmi? Yuraydagi gapmi? Chunki bu narsani bu insonlar sizu bizga oshkora ayta olmaydi. Men bu insonlarni ko'p so'zlarini eshitgandan keyin shu ssenariyga yuzlandim keyin. O'shaning uchun kuyov bola do'stim, meni yaxshi eshitayotgan bo'lsangiz kerak, baxtli bo'ling. Siz taxtga chiqib o'tiribsiz, taxtingiz juda ham yarashib turibdi. Bu to'yga kelishimizning asosiy sababchisi mana shu onajonim telefon qilganlarida, bolam sizni to'ylarda ko'rganman, juda ham yoqtiraman, sostavingiz juda ham zo'r deganlarida meni o'zim ta'sirlanib ketaman. Nimaga? Chunki bizning ijodimiz xalqqa yoqadigan bo'lsa, biz yana ham zo'r bo'lishga harakat qilamiz. Kuyov bola shu kungacha uyalibmi, og'rinibmi, tortinibmi, ko'chadan chopib kelib, darvozani tepib kirib, otangizni, onangizni bag'ringizga mahkam quchoqlab, o'zingizdan o'zingiz yo'q, beyo'q, dadajon, onajon, men sizlarni juda ham yaxshi ko'raman deb ayta olganmisiz, ayta olmaganmisiz bilmayman. Lekin hozir sizga el yurt guvohligida shunaqa imkoniyat yaratib beraman. Keling, bir o'zingiz keling. Otangizni, onangizni bag'ringizga mahkam quchoqlab, shu yurakdagi dilizxorlarni ayting. Bu so'zni armonga aylanmasin. Otajon to'ylar muborak bo'lsin. Shu o'g'lingiz nomidan 27 yillik mehnat hurmati to'rqatorgina qo'shiq aytib beramiz. Turibman qattim kirib, g'urur choqoyasida, yuribman tavrim surib, dadamni soyasida, ravon umr yo'llari, go'zal gul so'llari, kuncha yetar bo'ylari, dadamni soyasida, dushmanga har qilmadi, do'stlarga zor bo'lmadi, yashadim his bo'lmadi.
ayiqlar chetroq o'tib turinglar, xalq to'smaydi. Xalq bilan yuzlanamiz biz. Shu bu nomerni bekordan bekorga qilmadik. Nimaga qilyapmiz? Shu to'yxonada 300 kishilik joy bo'lgan bo'lsa, men hisob kitobini olib o'tiribman, 350 ta 400 ta odam borda. Lekin shu insonlarning ichidan sanaydigan bo'lsangiz, yo 50 ta chiqar, yo 40 ta chiqar, ota-onasini bag'riga bosib mana shu so'zlarni aytgan inson. Lekin bilib qo'ying, bu insonlar 1 minutga qaniymat, 1 minutdan keyin olib qo'yishi mumkin. O'shaning uchun shu so'zni armoni bilan yashayotgan kimki bo'ladigan bo'lsa, bugun to'ydan chiqingda shu nomerdan ta'sirlangan bo'lsangiz, borib o'zingizni o'zingiz otangizni, onangizni bag'ringizga mahkam quchoqlab, dadajon, onajon, men sizni juda ham yaxshi ko'raman deb ayting. Ko'zlaridan bir tomchi yosh chiqmasa, men ismimni o'zgartiraman agar otamni boshqa qo'yaman. Mana shu insonlarning tirikligini qadrga yetadi. Bitta yurakdan guldiroz xasni chop qo'yinglar. Mana shu insonlarga xosligini. To'ylar bo'lsin. Salomat bo'linglar. Ota ketib qolmang, ota kerak, umringiz uzoq bo'lsin, ota, umringiz uzoq bo'lsin. Albatta bu sevinch ko'z yoshlari. Har doim sevinch yoshlari oqson otajonim, onajonim, barcha farzandlaringiz baxti kamolini ko'ring. Har doim sog' bo'ling, ota. Men bitta savol bersam maylimi sizga? Shu onam bilan qachon o'ynadingiz oxirgi marta esda olasizmi? Bugun o'ynaymiz bo'lmachi. Bir chiroyli go'zal qo'shiqlarimiz bo'ladi. Otamizni, onamizni raqsga taklif qilsak, hurmatli mehmonlar, marhamat. Davlat chegara orasida. Go'zalik qilishmoq. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the
Dost